Dang'ara tumanidagi eng olis qishloqlardan birida akvarium baliqlarini sun'iy ko'lda yetishtirish yo'lga qo'yildi. Aslida bu baliqlarga juda ham bir filtrlangan, toza, sifatli suv muhim hisoblanadi. Biz izlanish qildik, qani kir suvda ham bu baliq yashay oladimi? Kir suvda ham ko'paytira olamizmi? Shuni izlanishlarimiz mana samarasini berdi. Ko'rib turibsizlar, suv yomon bo'lsa ham baliq bemalol oziqlanib, ovqatlanib yashashda davom etyapti. Ya'ni iqlimimizga bu moslashdi. Bizning iqlim qishimizni sovug'iga, anomal sovuqlariga, yozimizni issig'iga moslashib, suv iflos bo'lishiga qaramasdan, ya'ni oziqlanishi faol, aktiv holatda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi bo'lgan Yashnarbek oilasiga moddiy yordam bo'lsin deb o'qishdan ajralmagan holda biror faoliyat bilan shug'ullanish payiga tushdi. Ijtimoiy tarmoqdagi izlanishlaridan so'ng dekorativ baliqlarni dastlab uy sharoitida, keyin sun'iy ko'lda yetishtirishga qiziqib qoldi. Shu yo'nalishda yaponiyalik mutaxassislar bilan onlayn mashg'ulotlar olib bordi. Xonadonidagi tomorqada kichik sun'iy ko'llar tashkillab, chet eldan buyurtma asosida keltirilgan baliqlarni parvarishlay boshladi. Sekin-asta ko'paytirishni yo'lga qo'ydi. 4 ta katta, 2 ta kichkina hovuz tashkil qilganmiz. Ko'yi platinum, qizil shapkalcha deymiz. Krasniy shapchka, undan tashqari kometa degan baliq turi bor. Yapon karpini ham har xil bitta ranglari mavjud. Bularni endi narxiga keladigan bo'lsak, daromadi yomon emas. Misol uchun bir dona baliqni 10 santimetrli razmerdagi baliqning narxi hozirgi kunga kelib biz optim tarqatamiz 10 ming 15 ming atrofida. Baliqlarga 3-4 xil maxsus ozuqa beramiz. Mayda guruchlarni qaynatib berib turiladi. Yozda tarvuzni suyib iste'mol qilishadi. Tarvuz mayda baliqlar uchun parhez taom hisoblanadi, deydi lavhamiz qahramoni. Uning faoliyatidan xabar topgan hokim yordamchisi dekorativ baliq yetishtirishni kengaytirish taklifini kiritdi. Bu haqda tuman, viloyat hokimlari ham xabardor qilindi. Mas'ullar va rahbarlarning qo'llab-quvvatlashi sabab talaba tadbirkorning faoliyati kengaymoqda. 80 sotix yer ajratib berib, o'zlari amaliy yordam beryaptilar. O'sha yerni kavlash, qazib, shu hovuzlar tashkil qilishgacha bo'lgan holatiga amaliy yordam ko'rsatyaptilar. Kichkina joyda 2 kishi ishlasa, ular tashkil qilib ko'paytirib berayotgan joyda 10 kishi ishlaydi. Ham yoshlarni ish bilan ta'minlaymiz, ham daromadimiz oshadi. Shu tariqa Dang'arada tadbirkorlik yo'nalishlari yana bittaga ko'paymoqda. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.